Amerika bilan Yaponiya ta'minlash zanjiridagi inson haqlari masalasiga aloqador bir xizmat guruhi qurgan bo'lib, buning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgak selishini nishon qilganligi ilgari surilmoqda. Egilinishcha, Amerika Savdo vakili ishxonasi 6 noyabr Amerika Savdo vakili Kesrin Tai bilan Yaponiya iqtisod, savdo va sanoat vaziri Yasutoshi Nishimaru bilan bir hamkorlik hujjati imzolab, ta'minlash zanjirida kishilik huquq va xalqaro emgak o'lchimini ilgari suradigan xizmat guruhi qurganligini e'lon qilgan. Amerika Savdo vakili ishxonasining aloqador bayonotida mazkur xizmat guruhining Amerika bilan Yaponiyaning savdo sheriklik munosabatiga asosan qurilganligini bildirgan bo'lib, emgakchilar huquqini qo'g'dash, ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakni cheklash jihatda ikki davlat uchun o'rtaq sut ta'minlaydi ekan. Sharq Turkiston O'limalar birligining 9-qitimliq shura yig'ini 7 yanvar Istanbulda boshlandi. Mazkur shura yig'ini 2 kun davomlashadigan bo'lib, bu qitimqi yig'inning asosli kun tartibi O'limalar birligining o'tgan 3 yil ichidagi barliq xizmatlardan doklad berish, birlikning nizomnomasini qaytadan ko'zdan kechirish, saylam o'tkazish, tadqiqot, ta'lim-tarbiya, da'vat qatorliq sohalar bo'yicha 2023-yillik xizmat planini bekitib chiqishdan tarkib topadi ekan. Anadolu Ma'rif Madaniyat va Ilm-fan fondining o'rinlashtirishi bilan Turkiyaning poytaxti Anqarada Sharq Turkistonda nima ishlar bo'layotdi temasida yig'in o'tkazildi. Anqara Hoji Bayram Vali universitetining o'qituvchisi professor Abdurashid Jalil Qarluq yig'inda Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va Uyg'urlar duch kelgan masalalar haqida to'xtaldi. Gollandiya hukumati Xitoydan kelgan sayohatchilarga majburiy COVID-19 siniga qilishni qaror qildi. Səhiyyə ministrligining bayonotida 10 yanvardan boshlab Xitoydan kelgan yo'lovchilardan Xitoy virusi manfiy chiqqanlik natijasi talab qilinganligi bildirildi. Shuning bilan birga, bugundan boshlab Xitoydan kelgan va Xitoyga uchadigan aeroplanlarda maska taqishning jiddiy tavsiya qilinganligi ta'kidlandi. Egilinishcha, Xitoy milliarder savdogar Mayun o'zi qurgan raqamli pul muomala mulozimat shirkati Chumbil guruhidagi kontrol huquqini o'tinib beradi ekan. Mayun 2020-yil oktyabrda Xitoy bozorini nazorat qilish boshqarish tarmoqlari va ommaviy banklarni tanqidlagandan keyin sirli holda g'oyib bo'lgan edi. Egilinishcha, 2022-yil Xitoyda fuqarolar aviatsiya transporti Xitoy virusi yuqumi portlagandan buyon Xitoy virusi yuqumi portlashdan ilgirkiga selishtirganda 57% azaygan.